Salam, hörmetlik Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Sarajevo vaxtı gazetini xatalıqını düzəltishə çağırdı. Sarajevo vaxtı xəbər tori 30 oktyabr günü Dünya Uyğur Qurultayının Sarajevodagi bir mehmonxonada o'tkazgan 4 kunlik yig'inini Xitoyning to'salg'isidan alqib muvaffaqiyatli turda oxirlashtirdi deb alayda xabar qilgan. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Şərq Türkistan sürgündü parlamenti vəkillərinin Aqsarayның aldida namoyish o'tkazganda tartilgan rasmini xabarga kirishtirgan. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Sarajevo vaqtining xatoligini tuzatishni talab qilib, darhol inkas qaytarib, Şərq Türkistan sürgündü hökuməti va Şərq Türkistan sürgündü parlamenti Dünya Uyğur Qurultayiga bog'liq emasligini va Dünya Uyğur Qurultayining Sarajevoda tashkillagan atalmış maxfiy ishiga qatnashganligini oydinlashtirdi. Sarajevo vaqtining Uyğur haqlari tashkiloti Sarajevoda maxfiy uchrashdi nomli xabarga bu faoliyat bilan qilchimi munosabati bo'lmagan Şərq Türkistan sürgündü hökuməti va Şərq Türkistan sürgündü parlamentining vakillarining rasmi xato holda kirishtirilgan. Dünya Uyğur Qurultayı mustaqillikqa qarshi kishilik huquqni talab qiladigan tashkilot bo'lib, Şərq Türkistan va Şərq Türkistondagi Uyğur va boshqa turk xalqlarining Şərq Türkistonning milliy mustaqilligini to'liq asliga keltirishdagi tavranmas nishoniga bevosita zid. Hurmatli Sarajevo vaqti gazetining bu rasmni chiqarib etishini va uning o'rniga Dünya Uyğur Qurultayiga vakillik qilgan uyg'un bo'lgan rasmni tepib kirishtirishini talab qilamiz dedi. Uzun o'tmay mazkur matbuot Şərq Türkistan sürgündü hökuməti va Şərq Türkistan sürgündü parlamentining vakillarining rasmini chiqarib etib, o'rniga kishilik huquqni talab qilayotgan Dünya Uyğur Qurultayining vakillarining rasmini kirishtirgan. Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi Xitoyning o'yinlarini yana bir qatim oshkorladi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi Erkin Avropa Radiosu'nun 1999 yılı 26 avgust günüdeki xabardaki Qozog'istondagi Uyg'urlar Shanxay hamkorlik tashkilotidagi 5 davlat boshliqlari yig'inida degan temada e'lon qilgan xabardaki Qozog'istondagi Uyg'ur tashkilotlari 25 avgust kuni Almatada bir yerga jam bo'lib, Bishkekda shu kuni chaqirilgan Shanxay hamkorlik tashkilotidagi davlatlarning boshliqlari yig'iniga qatnashganlarga xitob qildi. Boshliqlar yig'inining kun tartibida burunqi Sovet ittifoqi bilan Xitoyning chegarasi rayliq muqimlik va bexatarlik, chekidan oshgan islomchilik va bo'lginchilik bilan kurash qilish masalasi bor edi. Qozog'istondagi Uyg'urlar bayonotida Şərq Türkistonlik Uyg'urlarning ko'rishining chekidan oshgan islomchilik va bo'lginchilik bilan hech qanday munosabatining yo'qligini, milliy ozodlik ko'rish ekanligini ta'kidladi degan bayonlarga inkas qaytarib, 13 oktyabr kuni ijtimoiy axborot supisi X'da mundaq bayonotni o'rtoqlashdi. 1991 yili Sovet ittifoqining yimirilishi va O'rta Osiyo Cumhuriyetlerining mustaqilligi Şərq Türkistan milliy mustaqillik harakatining qaytadan jonlanishini keltirib chiqardi. Buningga javoban Xitoy, Turkiya, Pokiston va Rossiya qatorliq davlatlar va uning vakolatchilari bilan istixborot hamkorligini o'rnatib, 1996 yili 3-oyda Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosi tayini komiteti Şərq Türkistanning mustaqilligiga to'sqinlik qilish maqsadida Şərq Türkistan mustaqillik ko'rishining xalqaro yordamga erishishining oldini olish uchun yig'in chaqirib, islom asliyatchiligiga qarshi turish yolg'on bayonotlarini tarqatib, Şərq Türkistanning mustaqillik ko'rishini islomiy harakat deb tanqidladi. Islomiy xalifalik chaqiriqlarini tashviq qildi. Shuning bilan Xitoy va uning sheriklarining axborot taktikasi milliy ozodlik harakatlarimizning asosi bazasi bo'lgan O'rta Osiyo Cumhuriyetlarida qo'rqinish paydo qildi va rahbarlarimizning islom asliyatchiligi va oshqunlikni ko'p qatim ayblashi bizning ko'rishimizning milliy ozodlik ko'rishi ekanligini qayta ta'kidlashiga qaramay, ularni Xitoyning Şərq Türkistan milliy ozodlik tashkilotlarimizning milliy ozodlik tirishchanligini bostirishga qoyil qildi. Shuningdek keyin Xitoy milliy ozodlik harakatimizni islom harakati deb qaralash uchun to'xtamay islom oshqunligi va terrorlikqa qarshi turish bahonasini ishlatib, xalqaro e'tirof qilingan milliy ozodlik huquqimizni rad qildi. Bu yolg'on hikoya Xitoyning davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va Şərq Türkistonni bo'ysundirish qilmishini oqlashning oldingi sharti sifatida qo'llanildi. O'xshashla Rossiya bu strategiyadan foydalanib, islom oshqunligini bahona qilib, Checheniyaning milliy ozodlik ko'rishini qonunsizlashtirib, Ichkiriya Chechen Cumhuriyetini ag'dirib tashladi. Chechen bosh ministri Ahmet Zakayevning Vahabizm Kremlinning milliy ozodlik harakatiga qarshi turish chorasi nomli kitobida Rossiyaning axborot mulozimatchilari va vakolatchilarining mustaqillik ko'rishini bostirish va tarmor qilish uchun Kavkaz rayonida islom xalifaligi yoki islom davlati chaqiriqi qilgan ko'rinishda
Rossiyaga qarshi islom dinini tashabbus qiladigan tashviqotni qandoq barliqqa keltirganligini bayon qildi. Xalqimizni, qo'llag'uchilarimizni va tashqi kuzatuvchilarimizni bu xil psixikalik harakatga aldanib qolmaslikka ogohlantiramiz. Sharq Turkiston milliy mustaqillik ko'rishining qaytadan jonlanayotgan bu halqaliq paytida Xitoy va uning sheriklari va vakolatchilarining o'xshash hiyla mikrini takrorlashiga yo'l qo'ymaymiz. Biz Sharq Turkiston xalqining xalifalikni xohlamaydiganligini yana bir qatam ta'kidlaymiz. Bizning birdan-bir orzuyimiz va maqsadimiz Sharq Turkistonning ko'p manbalik jumhuriyat sifatida mustaqilligini asliga keltirishdan iborat dedi. Bu pol xabar torining 29 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda Volkswagen dushanba kuni Germaniyadagi kam deganda 3 zavodni taqash, xizmatchilarni ishdan bo'shatish va texnik ko'p tannarxini tuvaltish tadbirlarini yo'lga qo'yishni planlagan. Yevropadagi eng chong mashina ishlab chiqaruvchi mashina sanoatidagi nachar vaziyatga qarata inkas qaytarish bilan birlikda tijoratni tanqish va tannarxini tuvaltish muddasi haqida bir necha haftadan beri ishchilar uyushmasi bilan ko'rishgan. Topluk mashinalarning ishlatilishining ostilishi va arzon baholiq Xitoy markalarining Yevropada umumlashishi Germaniya kuch markazini o'z tuprog'ida zavod taqashni tunji qatim o'ylanishga majbur qilgan. Volkswagen dushanba kuni qayta tashkillashning zarurligini qayta ta'kidlagan va chorshanba kuni konkret takliflarni berganligini aytgan. Volkswagen xizmat kengashining boshlig'i Daniela Cavallo Germaniyadagi eng chong sanoat guruhining o'z davlatida sotishni boshlash plani bor. Uning mamlakatimizda taxminan 300 ming xizmatchisi va 10 zavodi bor degan. 9-oyda ishlab chiqaruvchi zavodning taqilishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirish signali chiqargan va 1994-yildan boshlab 2029-yilgacha xodim qisqartishning oldini oladigan xizmat qo'g'dash va'dasidan voz kechish kerakligini aytgan. Qo'shimcha tannarxini tuvaltish tadbirlari kam deganda 10% ish haqini kamaytirish va 2025-yildan 2026-yillargacha bo'lgan aralıqdagi maoshni to'g'ritishni o'z ichiga oladi ekan. Mudiriyat yana hozirgi mukofotni yo'qotishni xohlaydiganligini bildirgan. Minglagan kishi bu shirkatning bosh organi Wolfsburgga yig'ilib, hatto bir zavodni taqamaslik kerakligini ta'kidlagan. Bu shirkat yana energiya va emgak kuchi tannarxi, Yevropa va Xitoydagi ehtiyojning ojizlashishi va mo'ljaldagi to'pliq mashina keltirib chiqargan ziyonning og'ir besimiga duch kelgan. Energiya va klimat axborot bo'limining qatnash mas'uli Colin Walker Volkswagenning bu harakatining elektronlik mashinaga o'tishga qarshi turgan kasbning kishini afsuslantiradigan natijasi ekanligini va Angliyada ishlab chiqargan mashinalarning 80%ning eksport qilinadiganligini, ko'pinchisi benzin va dizel mashinalarini amaldan qoldiradigan va to'qqa almashtiradigan bozorlarga boradiganligini, avtomobil sanoatining bu yuzlanishiga moslashish uchun ishlab chiqarishni o'zgartmaganda noiti aniqsiz kelgusiga duch keladiganligini aytgan. Millatchilikni tushundingiz bormi? Davrimiz taraqqiyotlaridan mahrum qolgan vatanimiz texi uyg'onish davrini yashamoqda. Mayli amaliy harakat yoki ish faoliyatlarimizda bo'lsin, bizmi texi buning tamassuli bo'lolmayapmiz. Sharq Turkiston boshchiligi hali ham zaif holatda bo'lg'achqa, ro'yi jihatdan ojizlik ko'rsatmoqda va bu ojizlikni nobop orzu-xayollar egallab olmoqda. O'z yo'liga ergashtirib olmoqda. Ushbu ojizlikning tipik ifodasi mansabparastlik bo'lib, ilm bilan shug'ullanishga sal qaralganni oz deb, navbatda qalpoqqa tushliq qirg'iz tepishmi mumkin bo'lmas bo'lib qoldi. Jahonda erk, ya'ni hurlik davosini qilayotganlar yolg'iz bizlar emas. Dunyoda bizdanmi o'ta erkka muhtojlar bor. Ular har bir bosqichni birdan sanab kun o'tkazmoqda. Ish harakatda ustunlik egallamoqda. Kunimizdagi millatlarning munavvar ilg'or bir orzusi bor desak, bu arzu qandaqdir o'tir asrdagiga o'xshash nom chiqarish xavfidan qutulish arzusi bo'lmasdan, balki dunyo madaniyati sahnasidan bir kishilik o'rin egallash arzusi bo'lib qoldi. Buni tushungan millatlar uchun bugungi asrda hayot qilishning yo'li o'z irqini qo'g'dab qilish o'tkilini besib o'tish bo'lib qoldi. Ushbu o'tkal millatlarni ilm izlashga, hunar egallashga majbur qilmoqda. Barni yo'q qilish o'rniga yo'qni borliqqa keltirishga chaqirmoqda. Bu sababdan biz ta'kidlab kelayotgan millatchilikda millatning ilmiga ilm qo'shilsin, hunariga hunar ko'paysin, barlari yo'qolmasin, mavjud bo'lib tursin deganga o'xshash tashabbuslarimiz cho'qim amaliy reallikqa aylanishi lozim. Chunki bir davr ilm davri bo'lgan vaqtda davrning mutiyasi bilan hamda davrning sharoiti bilan parallel ma'lumot millatning jahonda yashash haqqi qolmaydi. Ochiqini aytganda biz millatchilik qilmoqchimiz degandan aslida nimani ko'zda tutdik? Nima uchun biz millatchilik qilishga majbur bo'ldik?
Javob shuki, sanoat inqilobi boshlangandan keyin sanoatda kuchli bo'lgan davlatlar mollari uchun bozor izlashga kirishdi. Bu orqali ular zamonimizda bo'lib boqmagan yangi bir yo'nalishni o'ylab tepishdi. U bo'lsa jahongirlik, ya'ni bir nomi bilan ataganda mustamlikachilik edi. Shuning bilan ular ojiz millatlarning kuchli millatlar tarafidan qo'l qilinishi lozimligini nishon qilgan holda ilgirlashga boshladi. Sanoatning shiddat bilan yuksalishi natijasida kuchliklarda bozorni kengaytirish ehtiyoji tug'ildi. Lekin bu ehtiyojlarning hammasi zulm orqali qamdilatdi. Mazlum millatlar atalg'usining jahonni qoplashimi buning natijasi bo'lgan edi. Shunday qilib, mustamlikachilikka qarshi kurash qilish ideyasi va harakatlari bosh ko'tarib chiqdi. Ana shu qarshilik ro'yini o'ttirg'a chiqargan narsa bo'lsa, dal millatchilik bo'lgan edi. Yanımı uzaq tarixiy arqa ko'rinishga qaraydigan bo'lsak, millatlarning tarixidagi nom selish, qalqon ko'tarish va boshqalarni bo'ysundirish uchun ilib borgan harakatlari qatorliqlarning o'z navbatida millatining hamda moddiy va ma'naviy vatanining omonligini kafolatlantirishni g'oya qilgan shaklda ekanligi ma'lum. Mustamlikachilikda bo'lsa, yuqoridagilarga yondosh holda besib olgan joylardagi xalqning kuchidan foydalanish tushunchasi o'ttirg'a chiqdi. Kuchliklarning bu qilmishlaridan va kelib chiqadigan xavf-xatardan ansirgan millatlar vatanini saqlab qolish, dinini muhofazat qilish va milliy urf-odatlarini o'z petida tutib turish uchun qalqon bo'lg'uchi bir kuchni, yovga taqobil turg'uchi bir quvvatni izlashga boshladi. Qattiq tirishdi. Oqibat buni harakatga keltirguchi kuch va bu kuchning manbasimi yana shu millatchilik bo'ldi. Bundan boshqa yana nurg'ulg'an mojarolar millatchilikdan kelib chiqqandir. Biz bu yerda shuni takrorlab o'tmizki, biz faqat bugungi davr bilan hisob-kitob qilisha olsak, bizga shu kifoya. Shuning o'zi yetarlik. Chunki har davrning millatchiligi shu davrning davronlari doirasidan maydonga keladi. Bugungi kundagi millatchilikning doirasiga haqqoniy nazar bilan qaragan vaqtda, millatchilik qandaqdir vatanini kengaytirish g'arasining mahsuli bo'lmasdan, bariga qanoat qilish tariqasidagi millatchilik bo'lmoqi lozim. O'z millatini qo'g'dab qilish bilan birga boshqa millatlarga munosib bir vaziyatda muomala qilishi, yovuz fikrni, ya'ni tajovuzchilik g'arazini tashlab, fazilatga tayangan bir nazarda kuzatishi lozim. Yuqorqi nuqtai nazarga asosan biz millatchilikni tuvandikicha tushunamiz. Millatchilik qul qilish yoki qul bo'lish deganlik emas. Millatchilik vatansiz qilish yoki o'zgalarning yerini tajovuz qilib besib olish deganlikmi emas. Millatchilik o'z millatini boy-bayashat qilish, baxtiyor qilish deganlik bo'lib, bularni qo'lga keltirish yo'lida boshqa millatlarni yo'q qilib o'tish millatchilik jumlasidan emas. Millatchilik deganlik anqoga, otqa cho'qim o'z egisidan minish kerak deganlikdir. Bu vajidan biz deymizki, xalqimizning ilmiga ilm qo'shilsin, hunariga hunar qo'shilsin, puliga pul qo'shilsin va yo'qotganlari bor bo'lsin. Vatan millatimizdir va millatimiz hech qachon vatansiz qolmasin. Biz deyotgan millatchilik mana bu. Acaba sizning millatchilikni tushundingiz bormi? Manba Erkizda 93-son, 1947-yili 16-oktyabr. Uyg'urchaga ag'dirg'ichi Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.